Assalomu alaykum barchaga. Dofamin jamoasi tomonidan tayyorlangan onlayn biokimyo kursimizning navbatdagi soni bilan tanishib chiqamiz. Bugun sizlar bilan elektron transport zanjiri haqida gaplashamiz. Bugungi darsimizni quyidagi rejalar asosida batafsil ko'rib o'rganamiz. Birinchi, elektron transport zanjiri haqida. Ikkinchi, elektron transport zanjirining komponentlari. Uchinchi, ATF sintezi va oxirgi rejamiz bitta glyukozadan hosil bo'ladigan umumiy energiya miqdori. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Glikolizda ham, Krebs siklida ham ko'p miqdorda energiya hosil bo'lmaydi. Lekin ikkala jarayonda ham, ayniqsa Krebs siklida eng ahamiyatli moddalar, energiya tashuvchi molekulalar hosil bo'ladi. Yodingizda bo'lsa, biz glikoliz haqida gaplashganimizda aytgandik. Glikoliz natijasida faqat 2 dona ATF hosil bo'ladi. Tamom, boshqa ATF hosil bo'lmaydi. Bitta glyukozadan hosil bo'ladigan ATF miqdori 2 dona, lekin bu juda ham kam aslida. To'g'rimi? Yoki bundan keyin Krebs sikli haqida gaplashdik. Krebs siklida 8 ta reaksiya bor, to'g'rimi? 8 ta reaksiya amalga oshar ekan, natijada deyarli bitta ATF hosil bo'ladi. Mana bu yerda GTF hosil bo'ladi-ku, shu hosil bo'lgan GTF to'g'ridan-to'g'ri ana shu yerda ATF ga aylanadi. Ya'ni bitta atsetil-koadan Krebs siklida bir dona tayyor ATF hosil bo'ladi. Demak do'stlar, Krebs sikli ham, glikoliz ham u qadar ahamiyatga ega bo'lmay qoladi agar ularda ATF juda kam hosil bo'lsa. Aslida bunday emas. Ha, to'g'ri, glikoliz va Krebs siklida juda kam ATF hosil bo'lyapti. Lekin bu yerda ATF dan tashqari boshqa bir moddalar hosil bo'ladi. Bular energiya tashuvchi molekulalar. Ya'ni NADH, FADH2 ga o'xshagan moddalar hosil bo'ladi bu yerda. Bu moddalar elektron transport zanjirida ko'p miqdorda ATF hosil qilib beradi. Aynan bugungi mavzuyimizning glikoliz va Krebs sikliga bog'liqligi mana shu yerda. Ya'ni glikoliz va Krebs siklida hosil bo'lgan energiya tashuvchi molekulalar elektron transport zanjirida ko'p miqdorda ATF hosil qiladi. Demak, Krebs siklida hosil bo'lgan bir dona ATF hali hammasi emas. Krebs siklida hosil bo'lgan moddalar hali elektron transport zanjiriga borib ko'p miqdorda ATF hosil qilib beradi. Glikolizda ham shunday. Chunki glikolizda ham NADH hosil bo'lar edi. Bugungi darsimizda demak, glikoliz va Krebs siklida hosil bo'lgan energiya tashuvchi molekulalarni elektron transport zanjirida ko'p miqdorda ATF ga aylanishini ko'rib chiqamiz. Demak do'stlar, energiya tashuvchi molekulalar, aynan NADH, FADH2 lar nimaga kerak o'zi degan savolga menimcha hozir javob topdingiz. Aynan bu moddalar ATF hosil qiladi. Bu moddalardan mitoxondriyada ko'p miqdorda ATF ishlab chiqariladi. Aynan shu NADH va FADH2 dagi energiyani ATF ga aylantiradigan jarayon elektron transport zanjiri deyiladi. Bugungi darsimiz shu haqda. Demak, elektron transport zanjiriga ta'rif beramiz. Elektron transport zanjiri bu mitoxondriyaning ichki membranasida joylashgan oqsil komplekslari tizimi bo'lib, ular orqali elektronlar uzatiladi va natijada ATF hosil bo'ladi. Jarayonning mohiyati quyidagicha. Buni tushuntirishdan oldin sizlarga bitta sxemani ko'rsataman. Mana bu mitoxondriya. Mana shu mitoxondriyaning ichki membranasida, mana ichkarida membranasi ko'rsatilgan, shu membranasida elektron transport zanjiri amalga oshadi. Ya'ni mana shu yerda elektronlar siljiydi. Zanjirsimon harakat qiladida, energiya hosil qiladi, ATF hosil bo'ladi. Hozir shu haqida gap ketyapti va bu yerda hozir sizlarga umumiy bir kartinani tushuntirib beraman. Glikoliz va Krebs siklida hosil bo'lgan NADH, FADH2 lar yuqori energiyali elektronlarni mitoxondriyaga olib keladi. Tushunarli-a? Mana. Glikolizda hosil bo'lyapti nima? NADH. Mana bu NADH. Biz glikolizdagi 10 ta reaksiyani ko'rib chiqqanimizda ATF hosil bo'lishini alohida aytib o'tgandik. Va bu reaksiyada ahamiyatli moddalardan NADH ham hosil bo'ladi degandik-ku, NADH nima ekanligini, u qayerda ishlatilishi haqida deyarli ma'lumot bermaganmiz, to'g'rimi? Lekin ahamiyatli modda deb ta'kidlaganmiz. Va bundan tashqari
Krebs siklida ham mana natxash hosil bo'lyapti, to'g'rimi? 3 ta reaksiyada natxash hosil bo'lyapti va lekin natxash bundan keyin nima bo'lishini Krebs siklida ham aytib o'tmadik. Ana endi bugungi darsimizda shu glikoliz va Krebs siklida hosil bo'lgan natxashni ham, fathashni ham keyingi taqdiri nima kechishini ko'rib chiqamiz. Demak, bu moddalar yuqori energiyali elektronlarni mitoxondriyaga olib borar ekan. Elektronlar oqsillardan tuzilgan zanjir bo'ylab harakatlanadi. Shu jarayonda ulardan energiya ajralib chiqadi. Elektronlardan ajralayotgan energiya hisobiga ATF sintezlanadi. Buni birozdan keyin batafsil ko'rib chiqamiz. Endi mana shu hozirgi darsimizni hozirgi qismigacha bo'lgan ma'lumotlarning ichidagi ba'zi terminlarga izoh berib o'taman. Biz elektron tashiydi deyapmiz-ku. Biz aytayotgan elektron bu energiya tashuvchi manfiy zaryadlangan zarracha. Ya'ni biz bilgan elektron oddiy. Elektron, proton degan tushunchalar bor-ku kimyoda. Xuddi shu elektron haqida gap ketyapti. Natxash va fatxash nima qilyapti bu yerda? Bular yuqori energiyali elektronlarni tashuvchi molekulalar. Eng oddiy, tushunarli ta'rif mana shunday. Elektron transport zanjiriga ta'rif bersak bo'ladi. Endi yana elektronlar ketma-ket o'tish hisobiga ATF hosil qiladigan oqsillardan iborat tizim. Glikoliz va Krebs sikli natxashni hosil qilib beradi yoki fathashni ham. Elektron transport zanjiri shu natxashlarni ishlatib ATF ishlab chiqaradi. Demak, glikoliz va Krebs sikli natxash, fatxash kabi yuqori energiyali elektronlarni tashiydigan molekulalarni hosil qilib berar ekan. Ana undan keyin ular elektron transport zanjiriga borar ekan va keyin ATF hosil bo'lar ekan. Umumiy kartina mana shunday. Elektron transport zanjiri mitoxondriyaning ichki membranasida kechadi. Ya'ni biz o'tgan darslarimizda aytdik-ku, glikoliz qayerda kechardi? Hujayraning sitoplazmasida kechardi. To'g'rimi? Undan keyin Krebs sikli mitoxondriyaning matriksida kechardi. Ya'ni mana bu mitoxondriya bo'ladigan bo'lsa, eng ichkari qismi, mana bu ichki qismida kechardi. Endi elektron transport zanjiri ham mitoxondriyada kechadi, lekin ichki membranasida. Mitoxondriya o'zi 3 ta qismdan iborat. Birinchi tashqi membrana, keyingisi ichki membrana va uchinchisi matriks. Mitoxondriya matriksida nima edi? Krebs sikli amalga oshardi. Ichki membranada maxsus oqsil komplekslari bor. Elektronlar shu komplekslar orqali o'tadi va o'zidan energiya ajratadi. Endi hozir mana ana shu mitoxondriyani qaysi qismda kechishini kattalashtirilgan bir tasvirlar orqali ko'rsataman. Mana bu yerda odam hujayrasi tasvirlanyapti. E'tibor bering, bu yerda yadro bor, siz ko'rib turibsiz, mana bu yerda sitoplazmasini va hokazo organlar, organoidlar. Biz uchun muhimi mana bu. Mana mitoxondriya. Mana bu mitoxondriya. Endi shu mitoxondriyani kattalashtirib ko'radigan bo'lsak, ba'zi qismlari ko'zga tashlanadi. Masalan, eng tashqisi, tashqi membrana. Mana tashqi membrana alohida ko'rsatilgan. Undan keyin ichki membranasi bor, ya'ni 2 qavat membranadan iborat mitoxondriya. Mana shu ichki membranasi. Endi e'tibor bering, ichki membranasi mana bunday buralib joylashgan. To'g'rimi? Va bu kristallarni hosil qiladi. Ya'ni mana shu buralgan qismlari kristallar deyiladi. Xullas, bunisi hozir ahamiyatga ega emas. Mana shu ichki membranasida ma'lum bir oqsillar joylashgan. Mana bu membranaga birikib joylashgan oqsillar bor. Shu oqsillar orqali elektronlar harakatlanadi-da, ATF hosil bo'ladi. ATF sintezi ham mana shu yerda joylashgan. Endi mitoxondriya matriksi mana bu markaziy qismlari bu suyuq bir dildiroq moddadan iborat bo'ladi, gelsimon moddadan iborat bo'ladi. Bu yerda Krebs sikli amalga oshadi. Lekin bugungi mavzuyimiz, ya'ni elektron transport zanjiri ichki membranada joylashgan. Mana yana ham kattaroq tasvir. Mana bu ichki membranasi. E'tibor bering, 2 qavat fosfolipidlardan iborat. Buni endi fiziologiya darslaridan ma'lum bizga. Fosfolipidlar mana bu boshchasi, oyoqchasi bo'lardi-ku. Mana shunday membranadan iborat. Mana bu ichki membranasi. Bundan tashqari alohida tashqi membranasi ham bor. Bu ichki membranasini o'zi. Endi shu ichki membranasida mana bunday oqsil komplekslari bor. Oqsil kompleksi nima degani? Ya'ni bir nechta oqsillardan iborat. Deylik, mana bu bitta oqsil, mana bu yana bitta, mana bu yana bitta. Umumiy bo'lib turib bu bitta oqsil kompleks deyiladi. Mana e'tibor bering, bu yerda bir nechta oqsil komplekslari bor.
Va bu yerda endi ATF sintaza bor. Endi strelkaga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda mana yorqin rangda tasvirlangan nimalar? Elektronlar. Elektronlar mana shu oqsil komplekslari orqali o'tyapti-da, energiya hosil qilib, ATF sintazani ishga tushiryapti. ATF sintaza bizga ATF ni sintezlab beradi. Mana shu elektron transport zanjirining umumiy bir ko'rinishi. Endi NADH, FADH2lar mana bu elektronlarni olib kelib beradi. Bu elektronlar keyin oqsil komplekslari bo'ylab harakatlanadi. Hammasi juda ham oddiy. Bu endi sxemasi. Yanada aniqroq tushunish uchun va bu yerda mana oqsil komplekslari tasvirlangan, lekin hozir bunga alohida to'xtalmayman, sababi birozdan keyin gaplashamiz. Bugungi darsimizda gaplashamiz buni ham. Mana bu oqsil komplekslari. Mana bu ichki membranasi. E'tibor bering, mana bu tashqi membranasi endi. Bu yerda mana ATF sintezlanyapti. ATF sintaza orqali. Buni birozdan keyin batafsil tushuntirib beraman. Elektron transport zanjirining komponentlari, ya'ni elektron transport zanjiri o'zi nimalardan iborat? Biz hozirgacha uning mohiyatini aytdik, ya'ni qanday vazifa bajarar ekan? ATF sintezlar ekan. U qayerda joylashgan ekan? Mitoxondriyaning ichki membranasida. Endi aynan nimalardan iborat elektron transport zanjiri, u yerda nimalar bor degan savolga hozir javob beramiz. Elektron transport zanjirida 6 ta asosiy komponent bor. 4 ta oqsil kompleksi bor, yuqorida ko'rsatdim-ku, va 2 ta elektron tashuvchi molekula bor. Elektronlar mitoxondriyaning ichki membranasidagi zanjirsimon oqsil komplekslari bo'ylab harakatlanadi. Kompleks nima degani o'zi? Kompleks bu bir nechta oqsillardan tashkil topgan katta bir tuzilma. Soddaroq qilib aytganda, birgalikda ishlaydigan oqsillar guruhi oqsil kompleksi deb aytiladi. Vazifasi nima endi buni? Elektronlarni qabul qiladi va keyingisiga uzatadi. Shu uzatish jarayonida energiya hosil bo'ladi. Mana do'stlar, mana bu oqsil kompleks, yuqorida ham aytdim, bitta, ikkita, uchta, mana bu yerda 4 ta. Demak, 1, 2, 3, 4. Elektron transport zanjirida 4 ta oqsil kompleksi bo'lar ekan. Oqsil kompleksi nima ekan? Bir nechta oqsildan tuzilgan bir tuzilma. Xo'p, endi bu oqsil komplekslarining vazifasi nima? Ana bu NADH, FADH2lardan elektronni oladi-da, bir-biriga uzatadi. Mana bunday bo'lib uzatiladi. Shuning uchun ham elektron transport zanjiri deyiladi. Zanjirsimon unisidan bunisiga uzatiladi. Oxir oqibat energiya hosil bo'ladi va mana bu ATF sintaza bizga ATF hosil qilib beradi. Endi davom etamiz. 4 ta shu oqsil kompleksi bor ekan, ularning nomlari ham bor. Demak, 1, 2, 3, 4 qilib raqamlar nomlab qo'yilgan. Misol uchun, kompleks 1. Birinchisi, bu qanday vazifa bajaradi? NADH dan elektronni qabul qiladi. Ikkinchisi, kompleks 2. FADH2 dan elektron qabul qiladi. Demak, bittasi NADH dan elektronlarni olyapti, ikkinchisi FADH dan elektronlarni olyapti. Uchinchisi, kompleks 3. Elektronlarni kompleks 1, 2lardan qabul qiladi. Ya'ni bu kompleks 1 va kompleks 2 dan elektronlarni qabul qiladi va keyingi oqsil kompleksiga uzatadi. Keyingisi bu kompleks 4. Bu yerda elektronlar kislorodga beriladi va suv hosil bo'ladi. Demak do'stlar, mana bu 1, mana bu 2, mana bu 3, mana bu 4. To'g'rimi? Mana bu birinchi kompleks NADH dan elektronlarni olar ekan. Elektronlarni oladi. O'ziga oladi. Bunisi esa FADH2 dan elektronlarni oladi, ya'ni kompleks 2. FADH2 dan elektronlarni olyapti. Bu elektronlar yuqori energiyali elektronlar, ya'ni ularda energiya bor. Mana shu elektronlarni o'zlariga olishdi-da, endi keyingisiga o'tkazadi. Keyingisi bu kompleks 3. Kompleks 3 hech kimdan elektron olmaydi. Mana bu 1 bilan 2 dan oladi xolos. 1 va 2-chi oqsil komplekslaridan o'ziga elektronlarni oladi-da, 4-inchisiga uzatadi. 4-inchisi bu oxirgi oqsil kompleksi. Bu yerda elektronlar kislorod, proton ishtirokida suv hosil bo'ladi. Bu nimaga kerak endi suv hosil bo'lishi degan savol tug'iladi sizlarda. Buni birozdan keyin tushuntiraman. Xullas, elektronlar mana shunday harakatlanyapti, energiya hosil bo'lyapti. Xo'p, endi mana bu sxemada yana ham aniqroq ko'rsatilgan. Mana kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Bu qayerda joylashyapti? Ichki mitoxondriyaning ichki membranasida. Mana bu ichki membrana.
Endi bu yerda biroz nozikroq chizilgan membrana, aslida membrana qalinroq bo'ladi agar chizadigan bo'lsak. Xullas tasavvur qilib olaverasizlar yuqoridagi rasm orqali. Bu sxematik tarzda ko'rsatilyapti. Demak, kompleks 1 mana nathhdan elektronlarni olyapti. Kompleks 2 esa fathdan elektronlarini olyapti. Keling endi jarayonni davom ettiramiz. Bizda elektron transport zanjirining komponentlarini sanaganimizda 4 ta oqsil kompleksi va 2 ta energiya tashuvchi molekula, elektron tashuvchi molekula bor deb aytdik. Ya'ni faqat oqsil kompleksdan iborat emas. 2 ta elektron tashuvchi molekula, ya'ni kuryerlar bor. Birinchisi koenzim Q. Ubiquinon deb ham aytiladi. Buni qaysida berib ketyapmiz. Lekin mana bu nomi muhim. Demak, koenzim Q elektronni kompleks 1 yoki 2 dan olib kompleks 3 ga olib boradi. Sitaxrom S bor, kompleks 3 dan elektron olib kompleks 4 ga olib boradi. Do'stlar, mana bu rasmdagi oqsillar membranaga birikkan va ular harakatlanmaydi, bu oqsil komplekslari. Membranada shunchaki birikib turadi. Endi sizlarda savol tug'iladi-da. Xo'p, agar bular qimirlamay turadigan bo'lsa, nathh degan modda o'zi keldi, xo'p, nathh keldi, elektronni bunga berdi ham. Bu elektronni qanaqa qilib mana bu keyingi oqsil kompleksga uzatib yuboradi? Axir bu qimirlamay turar ekan-ku, uni qo'li yo'q-ku, shunday berib yuboradigan bo'lsa degan savol tug'iladi. Albatta, bular qimirlamay turadi va bu yerda elektronlarni tashiydigan alohida mana bu ikkala demak elektron tashuvchi molekulalar bor. Koenzim Q va sitaxrom S. Elektronni koenzim Q 1 va 2 dan olib kompleks 3 ga uzatadi. Mana. Kompleks 1 va kompleks 2 nathh va fathdan o'zlariga elektronni olib oldi. Ularda energiya bor. Koenzim Q degan energiya tashuvchi molekula bu ham shu ichki membranada yuradi, matriksda emas. Mana shu membranada yuradi, lekin bu harakatlana oladi. Kompleks 1 dan elektronlarni oladi, kompleks 2 dan elektronlarni oladi va ikkalasidagi elektronni olib borib kompleks 3 ga beradi. Keyin nima bo'ladi? Kompleks 3 ham harakatlanmay turibdi. Undagi elektronlarni sitaxrom S degan energiya tashuvchi, elektron tashuvchi molekula oladida kompleks 4 ga olib boradi. Endi nima bo'ladi? Kompleks 4 da bu yerda tugaydi, allaqachon elektronlarning harakati natijada elektronlardan suv hosil qilib qo'yiladi, bo'ldi. Endi do'stlar, mana shu elektronlar kompleks 1 dan to kompleks 4 ga borguncha o'zidan energiya hosil qiladi. Mohiyati mana shunda. Xo'p, endi davom etamiz do'stlar. Glikoliz va Krebs siklida hosil bo'lgan nathh va fathh shikillar mitoxondriyaning ichki membranasiga yuqori energiyali elektronlarni olib keladi va oqsil komplekslarga elektronlarni beradi. Buni yuqorida aytdim. Nathh kimga beradi? Kompleks 1 ga. Fathh esa kompleks 2 ga elektron beradi. Natijada nathh va fathlar o'zlarining elektronlarini yo'qotadi va yana nat+ va fatga aylanib qoladi. Elektron har bir kompleksdan o'tganda oz-ozdan energiya ajratadi. Bu energiya keyinroq ATF sintezi uchun ishlatiladi. Buni yuqorida aytdim. Demak, glikolizda hosil bo'lgan nathh qayerga boryapti? Mitoxondriyaning ichki membranasiga boryapti. Aynan shu nathh boryapti. Membranasiga borib nima qilyapti? Mana bu yerdagi kompleks 1 ga o'zining elektronlarini beryapti. Do'stlar, o'sha glikolizda hosil bo'lgan nathhning vazifasi shu. Yuqori energiyali elektronni olib borib kompleks 1 ga berishdan iborat. Bo'ldi, boshqa vazifasi yo'q. Shu yerda uni vazifasi tugaydi. Endi glikolizda yoki glikoliz natijasida hosil bo'lgan piruvat ham mitoxondriyada atsetil-CoAni hosil qilardi-ku, shu jarayonda ham nathh ajralardi. Atsetil-CoA hosil bo'lgandan keyin u Krebs sikliga kiradida, bu yerda yana 3 ta reaksiyada nathhni hosil qilardi, to'g'rimi? Albatta bu yerda fathni ham aytaylik, fathh ham hosil bo'ladi, fathh 2. Endi bu moddalar oxiri borib shu mitoxondriyaning ichki membranasidagi oqsil komplekslarga boryapti. Mana o'sha oqsil komplekslar. Keyin nima qilyapti? Elektronni beryapti kompleks 1 va kompleks 2 ga. Kompleks 1 dagi elektron kompleks 2 ga o'tmaydi do'stlar. Shu joyda muhim, ya'ni kompleks 3 ga transport qilinadi. Demak, kompleks 1 nathhdan elektron oldi, kompleks 2 fathdan elektron oldi. Nima qiladi ular o'zidagi elektronni? Ular aslida hech nima qila olmaydi. Koenzim Q keladida,
kompleks 1 dan ham, kompleks 2 dan ham elektronlarni mana olyapti, o'ziga qabul qilyapti-da, keyin uni kompleks 3 ga olib borib beryapti. Elektronlar komplekslardan harakatlanayotgan vaqtida komplekslar orqali o'zidan energiya ajratadi. Endi kompleks 3 demak 1 dan ham 2 dan ham elektronlarni olib oldi koenzim Q orqali. Endi nima bo'ladi? Bu yerda sitoxrom S keladida, kompleks 3 dan ham elektronlarni olib borib kompleks 4 ga uzatadi. Kompleks 4 da jarayon tugaydi. Endi sizlarda savol paydo bo'ladi. Xo'p, bu elektronlar komplekslardan u yoqqa bu yoqqa o'tyapti deylik. Buni nima ahamiyati bor? Qanaqa qilib ATF sintezlanadi jarayonda? Biz ATF sintezni ko'rmayapmiz-ku deyishingiz mumkin. Hozir endi yana biroz chuqurlashamizda ATF sintezi haqida gaplashamiz. Demak, elektron transport zanjirida ATF sintezi juda qiziq kulminatsion nuqtasiga keldik. Chunki biz glikolizdan boshlab glyukozani energiya hosil qilish haqida gaplashyapmiz. Va glikolizda ham, Krebs siklida ham ko'p miqdorda energiya olmadik, to'g'rimi? 30 ta, 20 ta ATF hosil bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Ana endi o'sha glikolizda, Krebs siklida to'plangan moddalardan hozir ATF sintez qilamiz. Elektron transport zanjirida oqsil komplekslari orqali elektronlarning oqib o'tishidan maqsad ATF sintez qilish. To'g'rimi? Ya'ni mana bu elektronlarni u yoqqa bu yoqqa harakatlantirib qo'yishdan ma'no yo'q. Maqsad bitta, ATF sintez qilish kerak. Mitoxondriyaning ichki membranasida ATF sintaza degan ferment bor. Aynan mana shu ferment ADF ga fosfatni qo'shadida ATF ni hosil qilib beradi. Mana o'sha biz yuqorida aytgan ATF sintaza degan ferment. Shu mitoxondriyaning ichki membranasida komplekslardan keyin joylashgan. Buni vazifasi nima ekan? ATF sintez qilish. ATF sintaza fermenti tekinga ishlamaydi albatta. Ya'ni u o'z-o'zidan ATF sintez qilmaydi. Uning faoliyati uchun energiya kerak. Elektron transport zanjirida hosil bo'lgan energiya ATF sintaza fermentiga bevosita emas, bilvosita ta'sir ko'rsatib, uning faoliyatini ta'minlab beradi. Mana do'stlar, bu yerda ham ko'rsatib qo'yay. Mana bu ATF sintaza. ATF sintaza mana bu yerda ADF ga fosfatni qo'shyapti-da, ATF ni hosil qilyapti. Shuni qanday qiladi? Hozir ko'rib chiqamiz. ATF sintaza fermentini charxpalakka o'xshatish mumkin. Chunki u vodorod ionlarining oqimi hisobiga charxpalak kabi aylanadi va shu jarayonda ATF sintez qiladi. Qizig'i, yuqorida energiya deyotgandim, endi mana bu ATF sintaza fermenti vodorod ionlarining oqimi hisobiga ishlaydi va ATF hosil qiladi deyapman. Demak, ATF sintaza ishlashi uchun vodorod ionlari yoki bundan keyin protonlar deb aytamiz, protonlar kerak. Nimaga proton? Chunki elektronni yo'qotgan vodorod protonga aylanadi. Shuning uchun biz proton deymiz yoki buni H+ qilib belgilasa ham bo'ladi. Vodorod ionida mitoxondriya matriksida protonlar bo'ladi o'zi. Do'stlar, rasmda ko'rsatay. Mana bu mitoxondriyaning markazi, mitoxondriya matriks deyiladi, to'g'rimi? Shu yerda protonlar bo'ladi. Doimiy protonlar bo'ladi o'zi. Bu odatiy hol. Endi mana shu protonlar membrananing ichki qismida, ya'ni mitoxondriya matriksida protonlarning miqdori ko'p bo'ladi. Tashqarida mana bu oraliq qismda ozroq bo'ladi. Mana bu tashqi membrana, mana bu ichki membrana, mana bu qism membranalar aro bo'shliq. Ichkari qism esa mitoxondriya matriksi. Biz aytayotgan elektron transport zanjiri mana bu ichki membranani o'zida ketyapti, to'g'rimi? Endi hozir ichkari qism haqida gaplashyapmiz. Mana bu ichkari qismda vodorod ionlari ko'p bo'ladi tashqariga nisbatan. Elektronlar kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 orqali o'tar ekan, bu komplekslar energiya oladida elektronlar orqali. Bu komplekslar ishga tushib turib vodorod anionlarini membranadan tashqariga chiqarib yuboradi. Shuning uchun e'tibor bersanglar, kompleks 1, 2, 3, 4 larni hammasi deyarli bir xil tasvirlangan. Lekin kompleks 2 boshqacha rangda va boshqacha ko'rinishda. Sababi bor. Sababi kompleks 2 vodorod ionlarini, ya'ni protonlarni deb aytamiz, protonlarni tashqariga chiqarmaydi. Kompleks 1 dan boshlab 3, 4 lar protonlarni tashqariga chiqarish bilan shug'ullanadi. Demak, kompleks 1
nathashdan elektron oladida, elektronlar yuqori energiyali elektronlar, ya'ni ularda energiya bor. Kompleks 1 ni ishga tushiradi. Kompleks 1 o'zidagi vodorod, ichkaridagi vodorodni nima qiladi? Membranalar aro bo'shliqqa chiqarib yuboradi. Kompleks 3 ga ham elektronlar yetib kelganda u vodorodlarni, ya'ni protonlarni membranalar aro bo'shliqqa chiqarib yuboradi. Kompleks 4 ham xuddi shu ishni qiladi. Demak, komplekslarga elektronlar kelgan vaqtda ular ishga tushadi va protonlarni membranadan tashqariga chiqarib yuboradi. Nima keragi bor buni? Aynan shu protonlar mana bu membranadan tashqarida ko'payib ketadigan bo'lsa, ular ichkariga kirishga intiladi, to'g'rimi? Chunki tashqarida ko'payib ketib qoldi. Lekin ular mana bu membranadan o'tib keta olmaydi. Ular o'tadigan bitta joy bor, bu ATF sintazi. Protonlar tashqarida ko'payib ketdi, ichkarida kam, ya'ni protonlar gradienti paydo bo'ldi. Gradient degani farq degani. Endi protonlar ATF sintazi orqali ichkariga kirishni boshlaydi. Shu jarayonda ATF sintazi ishlab ketadi. ATF sintazi charpalakka o'xshab ishlaydi dedik-ku. Qachon ishlaydi? Qachonki protonlar gradienti paydo bo'lsa, protonlar tashqaridan ichkariga kirishni boshlasa. Protonlar tashqaridan ichkariga kirishni boshlaydi. ATF sintazi fermenti mana bu yerda aylanadi, ishlab ketadi va ATF hosil qiladi. Qancha ko'p proton tashqaridan ichkariga kiradigan bo'lsa, shuncha ko'p ATF hosil qiladi. Protonlar kirishni to'xtatganda ATF sintazi ham to'xtaydi-da, ATF sintezi ham to'xtab qoladi. Hammasi juda ham oddiy. Demak, bevosita ishlatmaydi deganim shu edi. Elektronlardan hosil bo'ladigan energiya to'g'ridan-to'g'ri ATF sintaziga ta'sir qilmaydi deganim ma'nosi mana shu edi. Demak, mitoxondriya matriksida protonlar bo'lar ekan, elektron transport zanjirida elektronlarning harakati tufayli hosil bo'lgan energiya shu protonlarni ichki membranadan tashqariga chiqarib yuboradi. Bu jarayon aktiv transport hisoblanadi va 1, 3, 4-oqsil komplekslari orqali amalga oshadi. Buni sxemada tushuntirdim. Yana bitta qaytadan takrorlab beraman, sizlarning esinglarda qolishi uchun. Demak, tashqi membrana bor, ichki membrana bor. Tashqi membrana va ichki membrana oralig'i membranalar aro bo'shliq deyiladi. Mana bu bo'shliq. Ichki membranada oqsil komplekslari bor. Endi ichkarida, ya'ni matriksda mana bu qismda protonlar ko'p bo'lar ekan. Shu protonlar agar membranalar aro bo'shliqqa chiqadigan bo'lsa, ko'payib ketadigan bo'lsa deylik, ular yana ichkariga kirishga intiladi. Shu intilishi orqali ATF sintezini ishga tushirib yuboradi. Demak, do'stlar, mavzuyimizni oxiriga deyarli yetib kelib qoldik. Hozir sizlarga qaytadan bir qator tushuntirib beraman, diqqatingizni jamlab turing. Aslida murakkab emas, lekin ma'lumot biroz ko'proq. Jarayoni ketma-ketligini tushunib olishimiz kerak. Demak, NADH va FADH ikkilar glikoliz va Krebs siklida hosil bo'ldi. Ularning vazifasi nima ekan? Ular o'zida yuqori energiyali elektronlarni olib yurar ekan. Shu elektronlarni olib kelib, ichki membranada joylashgan, mitoxondriyaning ichki membranasida joylashgan kompleks 1 va kompleks 2 ga berar ekan elektronni. Komplekslar elektronni qabul qilgan vaqtda ular ishga tushadida o'zidagi, ichkaridagi hujayraning markazi, ya'ni matriksdagi, mitoxondriyaning matrissidagi protonlarni olib tashqariga chiqaradi. Bu aktiv transport hisoblanadi. Ya'ni energiya sarflayapti. Energiyani kim beryapti? Elektron. Elektronlarning energiyasi hisobiga komplekslar ishga tushib, protonlarni tashqariga chiqarib yuboryapti. Lekin kompleks 2 bu ishni qilmaydi. Kompleks 2 ning vazifasi shu FADHdan elektronni olib beradi-da, keyin kompleks 3 ga uzatib yuboradi. Bo'ldi, boshqa vazifasi yo'q. Kompleks 3 ham elektronlarni oldida energiya bor, bu elektronlarda qo'zg'aladida protonlarni tashqariga chiqaradi. Kompleks 4 ham xuddi shu ishni qiladi. Demak, protonlar tashqarida chiqdi-da, mana protonlar tashqarida ko'payib ketdi. Endi nima bo'ladi? Proton gradienti paydo bo'ldi. Protonlar yana ichkariga intiladi. Lekin ular membranadan o'ta olmaydi. Ular uchun bitta yo'l bor, ATF sintezi orqali o'tish. Ular ATF sintezi orqali o'tar ekan, shu ATF sintezini ishga tushirib yuboradi. ATF sintezi protonlar o'tayotgan vaqtda xuddi charpalakka o'xshab aylanadi-da, ATFni sintezlab beradi. Ya'ni ADF ga fosfatni qo'shadi-da, ATF hosil qiladi. ADF ham fosfat ham mana shu yerda bor. Agar bular bo'lmasa, ATF sintezlanmaydi.
ADF ham fosfat ham bor edi. Shularni bir-biriga qo'shib ATFni hosil qilib beryapti. Shu ATF sintazi. Demak, ATF sintazi ishlashi uchun protonlar gradienti bo'lishi kerak. Ya'ni protonlar tashqarida ko'proq bo'lishi kerak. Protonlar tashqarida ko'proq bo'lishi uchun kompleks 1, 3, 4 lar ishlashi kerak. Ya'ni ular protonni tashqariga chiqarishi kerak. Bu komplekslar ishlashi uchun elektronlar kerak. Ana u yuqori energiyali elektronlar kerak, to'g'rimi? Bu elektronlarni kim olib keladi desa, FATH2 va NADH olib keladi. NADH va FATH2 qayerda hosil bo'lyapti? Glikoliz va Krebs siklida. Demak, mavzularning o'zaro bog'liqligi mana shu yerda. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Protonlar mitoxondriya matriksidan chiqib membranalar oralig'iga yig'iladi. Buni hozir ko'rsatdim. Natijada proton gradienti yuzaga keladi. Ya'ni endi membrana tashqarisida proton ko'p, ichkarida kam. Protonlar ko'p joydan kam joyga tomon harakat qilishga intiladi, lekin membrana protonlarni o'tkazmaydi. Ular faqatgina ATF sintaza fermenti orqali ichkariga kirishi mumkin, shunday bo'ladi ham. Protonlar ATF sintazi orqali ichkariga kira boshlaydi. ATF sintazi ichidan protonlar o'tganda ferment aylanadi, ya'ni rotatsiya qiladi. Mexanik harakat paydo bo'ladi. Bu harakat natijasida ATF sintazi fermenti ADF va fosfatni birlashtiradi va ATF hosil bo'ladi. Buni yuqorida tushuntirdim. Mana bu rasmda shu ATF sintazi yana ham kattaroq bir shaklda ko'rsatilgan. Mana bu nima? Membrana. Qaysi membrana? Bu ichki membrana. Tashqari membrana ham bor bu yoqda, to'g'rimi? Mitoxondriyaning ikkita membranasi bor. Shu ichki membranada demak ATF sintazi fermenti joylashyapti. ATF sintazi orqali biz bilgan o'sha protonlar o'ta boshlaydi. Natijada bu aylanadi, ya'ni ishga tushadi va ADF bilan fosfatni qo'shib ATFni hosil qiladi. Elektron transport zanjirida ATF hosil bo'lish jarayoni oksidativ fosforillanish deyiladi. Bu nima degani? Do'stlar, mana shu termin bor. Shuning uchun berib ketyapman. Bu mavzuyimizga aloqador bo'lgani uchun, lekin bu umuman boshqa narsa emas. Chalg'ib qolmanglar. Oksidativ fosforillanish degan termin bor. Shu elektron transport zanjiridagi ATF hosil bo'lish jarayoni shunday nomlanadi. Oksidlanish degani elektron yo'qotish jarayoni degani, to'g'rimi? O'tgan darsda ham aytdim, oksidlanish deganda oldin kislorod bilan reaksiyaga kirishish tushunilgan. Shuning uchun oksigen degan ma'no bor bu yerda, asos bor. Oksigen degan kislorod degani. Lekin keyinroq ma'lum bo'lishicha, oksidlanish degani faqat elektron yo'qotishga aloqador. Ya'ni u kislorod bilan bo'lish shart emas. Misol uchun, NADH elektronlarni beryapti-da, oksidlanyapti. FATH ham o'zidan elektronlarni beryapti, shu oksidlanish jarayoni hisoblanadi. Qayerga beryapti? Mana bu kompleks 1 va kompleks 2 ga elektron beryapti-ku, shu jarayon oksidlanish deyiladi. Xo'p, tushunarli. Fosforillanish nima degani? Fosfat guruhini qo'shilishi degani fosforillanish. ADF ga fosfat qo'shilyapti-ku. Uzr, mana. ADF ga fosfat qo'shilib ATFni hosil qilyapti. Shu jarayon. Demak, do'stlar, oksidativ fosforillanish deb ham atalishini sababi bu yerda NADH, FATHlar oksidlanyapti va ATF hosil bo'lish jarayonida fosforillanish jarayoni amalga oshyapti. Shuning uchun oksidativ fosforillanish degan jumla ishlatiladi. Bu alohida narsa emas. Bu mavzuyimizni boshqacharoq nomlanishi desak ham bo'ladi. Lekin adabiyotlarda ko'zingiz tushib qolsa, hayron bo'lmang. Shuning uchun tushuntirib qo'ydim. Jarayonning oxirida elektronlarga nima bo'ladi? Mana bu juda ham qiziq savol. Biz ATFni hosil qilib oldik, to'g'rimi? Mana bu sxema orqali mana ATFni hosil qilib oldik. Elektronlar u yoqdan bu yoqqa harakatlandida bir narsa qilib komplekslarni ishga tushirib berdi. Lekin ular yo'q bo'lib qolmaydi-ku. Elektronlarga nima bo'ladi? Elektronlar komplekslardan o'tgan sari energiyasi kamayib boradi, lekin yo'qolib qolmaydi ular. Elektronlarga kislorod va proton birikadida suv hosil bo'ladi. Qayerda? Kompleks 4 da. Kompleks 4 elektronga kislorodni qo'shadi, kislorod bor bu yerda, vodorodni qo'shadi. Aynan proton bor bu yerda, vodorod ioni. Natijada suv hosil bo'ladi. Albatta bu yerda reaksiya tenglanmagan. Ya'ni bu yerda ikkita kislorod, lekin natijada bitta yo'q. Bu yerda reaksiyani tenglab qo'yadigan bo'lsak, bu yerda 2 qo'yamiz va hokazo. Bu yerda 4 bo'ladi, shunaqa. Ya'ni nima demoqchiman? Kompleks 4 da elektronlarga kislorod va suv qo'shib turib, proton qo'shib turib suv hosil qilinadi. Shu tariqa elektronlar yo'qotiladi. Endi yo'q elektron. Agar elektronlar to'planib qoladigan bo'lsa, elektron transport zanjiri ham to'xtab qoladi. Demak, do'stlar,
Mana bu yerda kislorodni bo'lishini ahamiyati shunda. Mitoxondriyada kislorod bo'lsa, keyin Krebs sikli va undan keyingi jarayonlar amalga oshadi deymiz-ku. Shu elektron transport zanjiri bilan bog'liq. Elektron transport zanjiri to'xtab qolsa, Krebs sikli ham to'xtab qoladi. Chunki hosil bo'ladigan mahsulotlar ishlatilmaydi-da. Demak, kislorodni roli mana shunda. Kislorod to'g'ridan-to'g'ri aktiv hosil qilib berayotgani yo'q jarayonda, to'g'rimi? Kislorod kimgadir energiya berayotgani ham yo'q. Kislorod elektronlarni yo'qotish bilan shug'ullanyapti. Suv hosil qilib beryapti. Elektronlarning to'planib qolmasligini ta'minlayapti. Demak, anaerob glikoliz, aerob glikoliz deb aytdik-ku. Aerob glikolizdagi kislorodning vazifasi shunday. Mana bu elektronlarni yo'qotib beradi xolos. Demak, elektronlar zanjir bo'ylab harakatlanib kompleks to'riga yetib boradi. Bu yerda kislorodga qo'shiladi. Kislorod elektronni qabul qilgach, protonlar bilan birikadi va suv hosil qiladi. Aerob glikolizning mohiyati mana shunda. Demak, elektron transport zanjirida kislorodning ishtiroki juda muhim, chunki u elektronlarni qabul qiluvchi hisoblanadi. Xo'p, agar kislorod bo'lmasa nima bo'ladi? Elektronlar ishlatilmasdan to'planib qoladi, elektron transport zanjiri to'xtab qoladi, proton gradiyent yuzaga kelmaydi albatta, ATF sintezi to'xtaydi, hujayra energiyasi qoladi. Demak, xulosa do'stlar, yana qaytaraman. Kislorodning vazifasi mana bu elektronlarni to'planib qolmasligini ta'minlaydi. Ya'ni ular bilan birikadi, o'ziga qabul qilib oladi-da, suvga aylanadi proton bilan birgalikda. Bo'ldi, kislorodning boshqa vazifasi yo'q. Kislorod ATF hosil qilib berayotgani yo'q to'g'ridan to'g'ri. ATF sintezini ishga tushirayotgan narsa proton gradiyenti xolos. Proton gradiyentini hosil qilib berayotgan narsa komplekslarning ishlab turishi. Komplekslarni ishga tushirayotgan narsa NADH va FADH2 dagi elektronlar. NADH va FADH2 qayerdan hosil bo'lyapti? Glikoliz va Krebs siklidan. Mana shunday. Bitta glyukozadan hosil bo'ladigan umumiy energiya miqdorini ko'rib chiqamiz hozir. Hozirgacha biz glyukozaning to'liq parchalanishini bir necha bosqichda ko'rib chiqdik. Birinchisi glikoliz, 10 ta reaksiyadan iborat edi, to'g'rimi? Glikolizda ikkita sof ATF hosil bo'ldi. Shu bilan birga ikkita NADH ham hosil bo'ldi. Bu NADH to'g'ri, glikoliz vaqtida hali energiya emas edi. Lekin bu NADH kislorodli sharoitda mitoxondriyaga boradida, albatta nima hosil qiladi? Elektron transport zanjirida ATF hosil qiladi. Bitta NADHdan 2,5 ta ATF hosil bo'ladi. Oldin adabiyotlarda 3 ta ATF hosil bo'ladi deyilgan. Bitta NADHdan 3 ta ATF hosil bo'ladi deyilgan. Lekin hozirgi hisob kitoblariga ko'ra har bitta NADH 2,5 ta ATF hosil qiladi. Demak, glikolizda ikkita sof holatda ATF hosil bo'ldi va shu bilan birga ikkita NADH orqali yana 5 ta ATF hosil bo'ldi. Jami 7 ta ATF hosil bo'lyapti glikolizda bitta glyukozadan. Xo'p, undan keyin hosil bo'lgan piruvatning taqdiri nima kechardi? Piruvat mitoxondriyaga boradi, asetil kuvani hosil qiladi. Jarayonda NADH hosil bo'ladi bitta. Lekin bitta glyukozadan glikolizda ikkita piruvat hosil bo'lardi-ku. Demak, ikkita piruvatdan ikkita NADH hosil bo'ladi va bu yerda 5 ta ATF hosil bo'lyapti. Endi Krebs siklida bitta asetil kuvadan hosil bo'ladigan moddalarni ko'rib chiqamiz o'tgan darsda, lekin bitta glyukozadan nechta? Ikkita piruvat hosil bo'lyapti. Demak, ikkita piruvatdan ikkita asetil kuva hosil bo'ladi. Hozirgi hisob kitoblar ikkita asetil kuva uchun ikkita ATF hosil bo'ladi. Bu GTF orqali. 6 ta NADH, ikkita FADH hosil bo'ladi. Buni 6 ni ko'paytiramiz nechiga? 2,5 ga 15 ta ATF bo'ladi. Ikkita FADH hosil bo'ladi. Bu nechta ATF hosil qiladi? Bitta FADH 1,5 ta ATF hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Ya'ni 3 ta ATF hosil bo'ladi degani. Demak, do'stlar, 15 ga qo'shamiz 3 ni, qo'shamiz 2 ni. Jami 20 ta ATF hosil bo'lyapti Krebs siklida. Mana 15, 3, 2. Endi bitta glyukoza to'liq parchalanganda qancha ATF hosil bo'ladi? Bu yerda 7 ta glikolizda, keyin asetil kuva hosil bo'lishda 5 ta, keyin 20 ta. Mana umumiy hisob 32 ta ATF. Demak, bitta glyukoza kislorodli sharoitda to'liq parchalanganda 32 ta ATF hosil qilar ekan. Endi hozirlarga bitta qo'shimcha ma'lumotni aytib o'tib ketishim kerak. FADH2 dan, demak, bitta FADH2 dan 1,5 ta ATF hosil bo'ladi dedik. Yuqorida bitta NADHdan 2,5 ta ATF hosil bo'ladi dedik. Bular qayerdan keldi? Do'stlar, NADH ham FADH2 ham to'g'ridan to'g'ri ATF hosil qilmaydi.
Ha, biz buni bilamiz. Bular elektron beradi, kompleks bir qanchadir miqdordagi protonni chiqarib yuboradi tashqariga. Ana undan keyin proton gradienti aktiv sintezani harakatga keltiradi, keyin aktiv hosil bo'ladi. Endi judayam bir molekulyar darajadagi hisob-kitoblar orqali aniqlangan mana bu bitta nathashdan 2,5 ta aktiv hosil bo'lishi. Bu nima degani? Misol uchun, bitta nathash kelyapti-da, kompleks 1 ga o'zining elektronlarini beryapti. Kompleks 1 ishga tushyapti-da, deylik nechtadir protonni olib chiqarib yuboryapti. Ana shu bitta nathashning ta'sirida nechtadir protonni chiqarib yubordi. Shu protonlar boryapti-da, mana bu yerda to'planyapti va kompleks 1 dagi elektron, bitta berilgan elektron keyin koenzim Q orqali kompleks 3 ga, keyin kompleks 4 ga boryapti. Bular ham deylik bitta ikkitadan vodorodni chiqarib yubordi. Shu bitta elektron ta'sirida. Bitta nathashdagi elektron ta'sirida. Endi bu protonlar borib aktiv sintezani ishga tushirib, shunda 2,5 ta aktiv hosil bo'lishga yetadigan darajada ishga tushiryapti. Demak, mana bu bitta nathashning natijasi bu yerda 2,5 ta aktiv hosil qilishgacha yetyapti energiyasi. Fathashda esa bu biroz kamroq. Fathashda endi 1,5 ta aktiv hosil qilishga yetadi. Mana bu yerda uni bergan energiyasi. Shunday hisoblangan. Bu aniq hisob-kitoblar. Demak, bitta fathash 1,5 ta aktiv hosil bo'lishiga, bitta nathash esa 2,5 ta aktiv hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Mana o'sha biz aytgan glikoliz, mana bu nathash. Hosil bo'lgan piruvat borib mitoxondriyada asetil-CoAga aylanadi va jarayonda yana nathash hosil bo'ladi. Bu esa Krebs sikli. Mana nathash, mana va bu yerda fathash 2. Bu yerda GTF. Endi GTFni alohida hisobladik, u hosil bo'lish bilan aktivga aylanadi. Demak, do'stlar, bugungi darsimizdan xulosa qilishimiz kerak. Ana shu hosil bo'layotgan nathash, fathash 2lar elektron transport zanjiriga borganda ko'p miqdorda aktivga aylanadi. Mana bu yerda yana bir bor ko'rsatib o'taman. Sitoplazmada glyukoza glikolizga uchraydi va ikkita piruvatni hosil qiladi, to'g'rimi? Ikkita sof aktivni hosil qiladi, ikkita nathashni hosil qiladi. Bu keyinchalik elektron transport zanjirida, ya'ni mitoxondriyada mana bu o'rtada chiziq bilan alohida bo'lib qo'yganmiz. Mana bu yerda chiziq tortib qo'yganmiz, to'g'rimi? Bu tomoni sitoplazma, bu tomoni mitoxondriya. Demak, mana bu nathash glikolizda hosil bo'ldi. U mitoxondriyaga borib elektron transport zanjirida ishtirok etadi, 5 ta aktivga aylanadi. Demak, glikolizdan 7 ta aktiv hosil bo'lyapti. Glikoliz natijasida hosil bo'lgan piruvat asetil-CoAga aylanish reaksiyasida yana bitta nathashni hosil qiladi. Bu piruvat ham yana bitta nathashni hosil qiladi. Demak, bu ham 2,5 ta aktiv degani. Asetil-CoA keyin o'zi Krebs siklida bitta GTF hosil qiladi. Bu bitta aktiv degani 3 ta nathash hosil qiladi, bitta fathash. Bu yerda mana aktivlarni hisoblab ko'rsatganman. Endi ikkinchi asetil-CoA, chunki ikkita asetil-CoA hosil bo'ladi glikolizda. Bu ham xuddi shu reaksiyalar orqali xuddi shu moddalarni hosil qiladi. Demak, qo'shadigan bo'lsak, mana bu ikkita aktiv glikolizdagi, mana bu 5 ta yana aktiv qo'shyapman. Undan keyin mana bu yerda 2,5 tadan yana 5 ta va bu yerda hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsa 20 ta. Xullas 32 ta aktiv hosil bo'ladi jami. Mana bu hisob-kitob bilan bir xil. Faqat bu mana bu yerda endi sxematik tarzda ko'rsatdim. Bu yog'i mitoxondriyada, bu yog'i sitoplazmada kechadi degan ma'noda alohida ko'rsatyapman, lekin jami 32 ta aktiv, ikkalasi bitta narsa. Do'stlar, endi nihoyat biz hozir glikoliz, Krebs sikli, elektron transport zanjiri mavzulariga xulosa yasaymiz. Demak, bitta glyukoza hujayra sitoplazmasida glikoliz orqali parchalandi. Glikoliz nima degani o'zi? Glyukozaning parchalanishi. Sitoplazmada parchalanib, oxir-oqibat piruvatni hosil qilyapti. Piruvat mitoxondriyaga boryapti-da, birinchi bo'lib asetil-CoA degan moddani hosil qildi. Asetil-CoA endi oksaloatsetat bilan reaksiyaga kirishib, Krebs siklini boshlab beryapti. Bu reaksiyalar mitoxondriyada kechyapti, mitoxondriyaning matriksida. Va 8 ta reaksiyadan iborat edi Krebs sikli. 8 ta reaksiya amalga oshdi-da, natijada nathash, fathash 2 va albatta GTF ham hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan nathash, fathash 2 aynan Krebs siklida hosil bo'lgani va glikolizda hosil bo'lgani ham piruvatdan asetil-CoA hosil bo'layotgandagi
natxash ham hammasi, ya'ni natxash fatxash ikkilar elektron transport zanjiri orqali yana energiya hosil qilyapti. Elektron transport zanjirida natxash fatxash ikkilar elektronni komplekslarga, ya'ni komplekslarga deganda oqsil komplekslari nazarda tutilyapti. Oqsil komplekslariga berish orqali proton gradientini yuzaga keltiryapti. Proton gradienti esa ATF sintezani ishga tushiryapti. ATF sinteza ATFni hosil qilib beryapti. Jarayon mana shu yerda yakunlanadi. Demak, biz do'stlar bir nechta darslar orqali glyukozani kislorodli sharoitda to'liq parchalab tugatdik va undan maksimal 32 tagacha ATFni hosil qildik. Shu bilan glikolizga bog'liq bo'lgan mavzularimiz nihoyasiga yetadi. Endi glikogen metabolizmiga o'tib ketamiz kelasi darslarda. Bizning onlayn kurslarimizda yanada ko'proq va sifatli ma'lumotlarni ustozlar nazorati ostida, ularning ko'magida tartib bilan o'qib o'rganishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun administratorga murojaat qiling. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring, ayniqsa Telegram kanalimiz orqali. Xullas, hozircha e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.